Endi 750, 650 qo'yapti. Qachon qilib berasan? mana shu 650 ni keyingi oyligiga o'tkazib yuborsa, Yag'i, men mashina olib berishim kerak. 10 kunda qilib berganda, mashina kerak bo'lsa 10 kunda qo'yib qo'ygin. Hamma mana shunaqa qilasanlar. Oyma-oy qilib berishga kelishganmiz. To'g'rimi? yo'q, o'zim mashina bilan qutulaman. Bo'ldi, o'shani qo'yib qo'ygin joyiga. Tushuntira oldimmi? Bo'ldi, beraman aka. Hal qilaman. Sasso. G'ani aka, yana yubqa kiyinib hovliga chiqdingizmi? Shamollab qolasiz-ku. Tashqari salqin, kiring ichkariga. Hozir kiraman. Yura qoling G'ani aka, dorilaringizni ichib oling. Yoqib tutunini ham tekshirib oldik. Hammasini ichiga tortyapti. Endi ustiga o'sha material olib bersangiz, kafilmi? Toshmi? $110 kvadrat. Rosa chiroyli ekan. Xonalari ham katta ekan. Hammamiz maza qilib yashaymiz. Bu yoq tomonni detskiy qilamiz. Bu yoq spalni, bu yoq zal, ha? Ustalarni ham gaplashib qo'ydim. Remontini dodda xo'ja qilamiz. Xudo xolasa. Detskiy 3 ta bolaga bo'ldi. Xudo xolasa, eringa ishonmovding-a. Ering eplaydi, eringa ko'pchilik ishonmaydi. Lekin eplaydi. Mana uyaldik.